Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana bir yana obyektimizga keldik. Xudo xolasa, bulaklarni terish jarayonlarini boshlaymiz. Tak, bulaklarimiz nechta edi? 1,5 mingta? Shunday, 1,5 ming. 1,5 mingta bulagimiz bor. Xudo xolasa uni terib, yorug'ingiz bilan topshiramiz azizlar. Ana shu bremenkamizga boshlanishi ko'chadan boshlanadi. To'liq teriladi shuni oxirigacha. Ustalarimiz, sheriklarimiz avval o'zlari quyishgan bu betonlarni. Chetojlarni o'zlari chiqarishgan. Bremenkamiz qilingan betonlari. Tak nasib qilsa bloklarni terib, shkaturkalarni qilamiz. Ustlarini yopamiz. Va boshqa obyektlarga o'tib ketaveramiz azizlarim. Kimni qanaqa qiziqtirgan taklif savollari bo'lsa bemalol murojaat qilavering. Biz doim xizmatingizda azizlar. Blogimizdan narxiga keladigan bo'lsak, 3200 so'mdan olingan, donaga 2000 so'mdan teriladi. Betonimizning metriga 70 mingdan qo'yilgan. Kapalakkalar o'zlaridan. Stavona tushiraylik. Shamshod, zo'rmisan? Aytganni qilyapsanmi, Shamshod?